Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan array metodlari bo'yicha ikkinchi darsimiz. Bugungi mavzuyimiz array pop metodi bo'ladi. Array pop metodi nima qiladi? Pop metodi arrayning oxiridagi elementni olib tashlaydi va shu elementni o'zini qaytaradi. Ya'ni olib tashlangan elementni qaytaradi. Arrayga misol uchun 3 ta ma'lumot urgan bo'lsa, oxirgi 3-chi elementni olib tashlaydi va xuddi shuni o'zini qaytaradi. Asosiy sintaksi array.pop. Ya'ni bu array istalgan arrayning nomi o'zgaruvchiga saqlangan bo'lsa, array o'sha o'zgaruvchi saqlanib qo'yiladi va pop degan metod chaqiriladi bo'ldi. Ya'ni o'zi avtomatik oxiridagi elementni tanlab o'chirib tashlaydi, parametr olmaydi. Bu hech qanaqa parametr berilmaydi va natija o'chirilgan elementni o'zini qaytarib beradi. Oddiy misol, buni sinab ko'ramiz. Buni bu yerga tashlayman. Bu yerga konstanta fruits mevalar degan bitta array e'lon qilingan. 3 ta ma'lumot bor ichiga: olma, banan, uzum. Keyin konstanta remote degan o'zgaruvchi e'lon qilingan va fruits array chaqirilib pop metodi chaqirilgan. Pop metodi chaqirib qo'yilgandan keyin past qadrda console.log fruits mevalar array console.logga chiqarilgan va natija olma, banan chiqishi kerak, chunki ikkita ma'lumot qoladi, uchinchisini o'chirib tashlaydi, uzumni o'chirib tashlaydi, ya'ni oxirgi elementni. Va console.logga remove chiqarilgan uzum, ya'ni o'chirilgan elementni chiqarib beradi. Terminalni ochib olaman. Node arrays.js. Mana olma, banan. Ikkita ma'lumot qoldi va remote sifatida uzum chiqdi. Buni kommentariya qilib tursam. Arrayda qolgan narsa olma, banan. Qolganini ham kommentariya qilib qo'yaman. Va keyingi kodimiz bitta element o'zi, arrayni o'zi bitta elementdan tashkil topgan bo'lsa. Items degan o'zgaruvchi e'lon qilingan va salom degan ma'lumotni saqlayapti. Konstanta last, ya'ni oxirgi degan o'zgaruvchi va items pop metod chaqirilyapti. Items arrayga murojaat qilib pop metod chaqirilyapti. Console.logga items chiqarilyapti, ya'ni arrayda bo'sh qaytadi, chunki o'zi ichiga bitta ma'lumot bor edi va shuni ham o'chirib tashladi. Va console.logga last salomni chiqaradi, ya'ni o'chirib tashlagan elementni o'zini chiqaradi. Ishga tushirib ko'ramiz. Mana array bo'sh qaytyapti, chunki o'zi ichida bitta ma'lumot bor edi, shuni ham o'chirib tashladi. Va last degan o'zgaruvchidan salom qaytyapti, chunki ichida arrayning ichida salom bor edi, shu salomni arraydan o'chirib tashladi. Buni kommentariya qilaman va keyingi kod. Array bo'sh bo'lsa, konstanta data degan arrayimiz bor. Arrayimiz bo'sh, ichiga hech qanaqa ma'lumot yo'q va konstanta result degan o'zgaruvchi e'lon qilinib, data pop metodi chaqirilgan va konsolga result chiqarilgan. Buni chiqaramiz, ishlatib ko'ramiz, undefined chiqadi. Ya'ni arrayda uchraydigan hech narsa yo'q, shuning uchun ham undefined. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.